Bolalar tanishinglar Murodjon. Bechora yetim ekan. Shu Murodjon kvartirada sizlar bilan tursa, nima deysizlar? Farqi yo'q, kvartiraning egasiz-ku. Mayli. Ha Murodjon aka. Maylimi o'ng oyog'im bilan kirsam. Nimaga? Xonadonga o'ng oyog'ingiz bilan kirsangiz baraka kirar ekan. Baxt bilan qayg'u. Bizga shunaqa o'rgatishgan tarbiya. Voy akalar, shu uyda yashayotgan ekanman, qo'pol bo'lsa ham bir narsani aytib qo'yay. Idishlar yuvilmasa, ajina chichib ketadi akalar. Men o'zim yuvib qo'yaman. Zero uyimizdan baraka ketmasin. Otasiga rahmat. Malades Murodjon. Ye, akajon qayerga ketyapsiz? Hojatxonaga. To'xtang. Men oldin hojatxonani tozalab chiqay. Zero savobi barchamizga tegarmidi. Baxt bilan qayg'u. Bizga shunaqa tarbiya berilgan. Eskirib ketganini qara. Yur bir yangi kurtka olib kelaylik zo'ridan. Davay, men ham olaman. Yur. Sizlarga mazza. Ota-onaning davrida kiyinasizlar. Sizlar kiysanglar yarashaveradi. Bizga esa shopillab qolsa kerak. Murodjon yurda biz bilan. Yur. Tinchlikmi? Ha Murodjon yoqdimi? Assortiment ko'p ekan. Murodjon, ana shu birinchi ro'zda ko'rib turgan kurtkalaring 199 ming so'mdan. Qolgan shalvari, sviteri, krossovkasi 99 ming so'm atiga. Tanla, liboyni olib beramiz. Ko'r. Bitta kurtka olaman, shalvar olaman, krossovka olaman. Bo'ldi. Qarab oringlar. Murodjon. Yarashganini qara bunga. Farishtaga o'xshab qoldimmi? Shopillab qolmadimmi? Yo'q, Zo'r chotga turibdi, yopishib turibdi. Ertaga kech qoldi. Murodjon, men $1000 pul kvartirani egasi keladi, olib ketadi, berib qo'y, xo'pmi? Akalar, maylimi men ham qo'shib bersam, xijolat bo'lyapman. Qo'ysang-chi Murodjon. Sen prosta yashab bersang bo'ldi. Boringlarga shukr. Berib qo'y kvartirani. Xo'p, albatta. Siz yetim deb olib kelgan Murodjonga berdik pulni, nima qilaylik? Men qiziqtirmay topib kelasan qayerdan o'zi ham pulni. Qarang Murodjon, xatam yozib ketibdi. Nima debdi? Akalarim sizlarga omad, menga esa qaddiq qomat. Bo'ldi cho'ntagimga daromad debdi. Inson nafsga berilmaslik kerak ekan. Murodjon mana. Voy, mashinaga qo'lga tushdi-ku. Biz seni yaxshi bo'ladi deb o'ylagandik. Yemasdan yedirdik, kiymasdan kiydirdik, ichmasdan ichirdik. Amak kim bo'ladi bu sizga? Ben bunu otasiman, o'g'lim bo'ladi. Tinchlikmi bolalar? Otam o'lgan degandik-ku bizga bu. Ha? Ha, Jamila xolam kalaskasini o'g'irlab chiqqanimda sen uchun o'lganman degandingiz-ku, o'shani aytyapti bular. Siz o'lmagansiz, men uchun ota. Siz Ushalmagan tilak